Assalomu alaykum azizlar. Bugun kechki ovqatimni sizlar bilan baham ko'raman. Buning uchun bizga qaynatilgan tovuq filesi, qaynatilgan tuxum, bolgarskiy, pomidor, bodring va qaynatilgan grechka kerak bo'ladi. Bu nafaqat mazali, balki sog'lom va parhezbop taomdir. Birinchi bo'lib tovuq filesini soya bilan qovurib olamiz. Tovamizga ozgina yog' quyamiz. Ana endi tovuq filesini tovamizga solib qovurishni boshlaymiz. Qovurish jarayonida soya sosni quyib qovuramiz. Ana o'shanda fileyimiz juda ham mazali bo'lib pishadi. Mana fileyimizni ham yaxshilab qovurib oldik, tayyor bo'ldi. Endi qolgan masalliqlarni ham to'g'rab tarelkaga solib bezatib chiqamiz. Birinchi bo'lib tovuq fileyimizni xuddi shunday videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Ana endi tarelkamizga chiroyli qilib qo'yib olamiz. Qolgan masalliqlarni ham kesib, videoda ko'rsatilgandek qilib chiroyli qilib bezab olamiz. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham tez tayyor bo'ladigan, to'yimli va parhezbop taom hisoblanadi. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Kanalimga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozing.